Assalomu alaykum. YouTube kanalini kuzatib boruvchilar, mana shu tasvirni ko'rib turgan azizlar. Men ismim Abdurashid. Andijonning shu Mutaqarralik To'xtasin akani o'g'liman. Bu YouTube'ga video joylashtirishdan maqsadim men sof teridan tayyorlangan aksessuarlar qo'l mehnati bilan tayyorlayman. Mana shularni bugun sizning e'tiboringizga taqdim etish maqsadida mana shu videoni joylashtirmoqchiman. Xo'p, teri, sof teri, asli bu nima? Nimadan tayyorlanadi bu? Bular to'g'risida sizlar albatta ma'lumotlarga egasiz. Buning uchun ko'p vaqt ajratib, sizlarni ham vaqtingizni olib turmoqchi emasman. Sof teri asosan hayvon terilarini sanoat yo'li bilan qayta tayyorlash yo'li bilan tayyorlanadi. Xo'p, tayyorlangan dunyo bo'yicha tayyorlangan ter mahsulotlarini 62%ni terisi, ya'ni krupnorogатный skot. Ya'ni nima degani bu? Yirik shoxli qoramollarni terisidan tayyorlanadi. Qolgan foizlari qo'y, ot yoki cho'chqa yoki shunga o'xshagan boshqa hayvonlarning terisidan tayyorlanadi. Bu sanoat yo'li bilan tayyorlangan sof teridan biz nima tayyorlaymiz? Biz qo'l mehnati bilan mana unga o'xshagan erkaklar hamyoni 100% sof teridan kart holderlar va mahsulotlar solish uchun joylashgan shunga o'xshagan yoki kart holderlar, mana unga o'xshagan kart holderlar tayyorlaymiz. Yoki ishqibozlar uchun alohida buyurtmalar bo'yicha o'sha buyurtma asosida mana unga o'xshagan, mana ko'rsangiz bo'ladi, kart holderlar uchun alohida yana xonasi bor. Telefon solsa ham bo'ladigan yoki naqd pul mablag'larini ham saqlash mumkin bo'lgan shunaqa hamyonlar tayyorlaymiz. Xo'p, o'zim yasayotgan, o'zim tayyorlayotgan mahsulotlar to'g'risida gapirmoqchiman. Hali aytib o'tganimdek, dunyoda tayyorlanayotgan sof terilar, demak, ot, cho'chqa, qoramol, qo'y, echki terilaridan, shuningdek ilon, anakonda, piton, kobra kabi ilonlar terilaridan, timsoh terilaridan ham qimmatbaho buyumlar qo'lda yasaladi. Bozorlar shu kunda sun'iy toladan tayyorlangan aksessuarlar bilan to'lib yotibdi. Biz boshqa ishlab chiqaruvchilarni, boshqa tovar sotuvchilarni mehnatini, ular yasagan mahsulotlarni yerga urmagan holda sof teridan tayyorlangan mahsulotlarni afzalliklarini sanab o'tmoqchimiz. Birinchidan, bular juda ham pishiq. Turli sharoitlarda doim olib yurish mumkin. O'zidan o'zi bu sof teridan tayyorlangan mahsulotlar chirib ketmaydi. Rangini o'zgartirmaydi. U yerdan bu yerdan bo'lib o'zidan o'zi teshilib ketmaydi. Bular yillar davomida o'zini chiroyini, o'zini sifatini saqlab qoladigan mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchidan, sof teridan tayyorlangan mahsulotlar hech qanday allergik kasalliklar, insonlarda allergik ta'sirlar uyg'otmaydi. Chunki o'z-o'zidan sof teridan tayyorlangan degan nomni o'zi ko'p narsaga javob berib turibdi. Uchinchidan,
Sof teri mahsulotlari o'zgacha bir zavq, o'zgacha bir tuyg'ular hosil qiladi o'z egasini qo'lida. Bu aytib o'tganlarim plyuslari. Minus taraflari nima? Minus taraflari sof teridan tayyorlangan mahsulotlar, ana sun'iy tolalardan tayyorlangan xuddi shunday mahsulotlarga qaraganda bir muncha baravar qimmat bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi minus tarafi bu matolarni hozirgi kunda juda ommalashmaganligi sababli xaridorini turli xil magazinlardan, turli xil do'konlarda sotilayotgan tovarlar navbasiga qo'yib sotib, biron bir maqsadga erishib bo'lmaydi. Hozirgi kungacha juda ko'p sotuvchilar, juda ko'p mana shunaqa aksessuarlar bilan shug'ullanadigan insonlar bilan gaplashdim. Ularning ko'pchiligi yo'q. Bizda ko'proq shu faqat Xitoydan keltirilgan mana shu matolar, mana shunaqa sumkalar, kashaloglar, shunaqa narsalar bilan savdo qilamiz. Bunaqa narsalarni sotib oladigan bo'lsak, odamlarda, xaridorlarda bizga nisbatan savollar ko'payib ketadi. Shuning uchun biz u narsalardan qochamiz deb javob berishdi. Mana shu meni bugungi qisqa tayyorlagan video tasvirim. Mana shuni imkoni boricha ko'rib chiqib, o sharhlar, endi komment deyiladi, kommentariya degani o'zi sharh degani shu kommentariyalarda mana shu munosabatlaringizni bildirsalaring, keyingi safargi videolarimda albatta yana ham mukammalroq, yana ham to'laroq savollarga javob berish